Xonadon oila tinchligi uchun maskan hisoblanadi, ammo ayrimlar uni noqonuniy daromad manbaiga aylantirmoqda. Yashirin qimorxonalar qonunigina emas, insoniy qadriyatlarni ham poymol qilmoqda. Eng xavfli jihati, bunday joylar og'ir jinoyatlarga eshik ochmoqda. Bu esa jamiyatning xavfsizligi uchun jiddiy tahdid. Navbatdagi holat ayni shu mavzuda. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyati boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda joriy yilning 23-yanvar kuni Asaka tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida 1991-yilda tug'ilgan shaxs yashash xonadonida 5 nafar tanishlarini to'plab, ularga moddiy manfaat evaziga tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yini uchun sharoit yaratib berganligi aniqlandi. Tadbir davomida qimor o'yini o'tkazilgan joydan 36 dona o'yin kartalari, 2.897.000 so'm pul hamda xonadon egasiga cho'tal sifatida berish uchun tayyorlab qo'yilgan 40.000 so'm mablag'lar ashyoviy dalil sifatida xolislar ishtirokida belgilangan tartibda rasmiylashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228-moddasi tartibida jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, qonunga xilof ravishda qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish jamiyat osoyishtaligiga, aholi tinchligiga hamda oila muhitiga ham jiddiy xavf soladi. Andijon viloyatida huquqni himoya qiluvchi organlar tomonidan bunday illatlarga qarshi qaratilgan tezkor profilaktik tadbirlar davom ettirilmoqda.